Birinchi savol. Uglerod va vodorod atomlari soni nisbati 1 ga 3,5 bo'lgan metandan iborat 672 litr aralashma yonishdan hosil bo'lgan gaz 80 gram 1% natriy gidroksid eritmasiga yutdirildi. Reaksiya mahsulotlarining formulasi va massasini aniqlang. Metan va etan yonganda bilamiz, karbonat ayni chiqadi. Karbonat anhidrid natriy gidroksid eritmasiga yutdirilgan ekan. Bu yerda qancha karbonat anhidrid hosil bo'lganini topish uchun birinchi biz metan va etan qanday nisbatda bo'lganligini topishimiz kerak. Metan va etan. Metanni 1 mol deb olib, etanni x mol deymiz. Va bu yerda uglerod va vodorod nisbatlaridan x ni aniqlab olamiz. Uglerodimiz bunda 1 mol, bunda 2x. Vodorodimiz bunda 4, bunda 6x. Bu 1 ga 3,5 nisbat bo'ladi. 3,5 ni yoqqa ko'paytiramiz. 3,5 plus 7x teng 4 bu yoqqa ko'paytiramiz 4 6x bu yoqqa ko'paytiramiz 6x 6x bu yoqqa o'tsa ayrilib ketadi x qoladi 3,5 bu yoqqa o'tsa ayrilib ketadi 5 qoladi. Demak x imiz 0,5 ga teng ekan. Xo'p, shu metan iborat aralashma 672 litr deyapti. Men shuni 1 mol deb bir yo'li 1 ga 1,5 nisbatda deb ishlab keyin ana shu joydagi hajmga qo'yib qo'yamiz. Shu qulay bo'ladi. Xo'sh, bu yerga 2 qo'yamiz, bu yerga 2 qo'yamiz. Demak 1 molimizdan 1 mol metanimizdan 1 mol karbonat anhidrid chiqadi. 1 moldan qancha deymiz? 1 mol chiqadi. Karbonat anhidrid 1 mol deb oldik. Endi ikkinchisi yarim mol etandan. Etanimiz onganda karbonat anhidrid suv biz mana bu yerga qo'ysak, kislorod oldik. 4 7 3,5 1 molidan 2 mol chiqsa, yarim moldan qancha chiqadi? Yarim moldan 1 mol karbonat chiqadi. Endi biz aralashmani 1,5 mol deb oldik. Shu 1,5 molidan 2 mol karbonat anhidrid chiqdi. Mana bu 672 litrdan qancha degan savol qo'yish uchun hajmini miqdorini aniqlab olish kerak. 672 litrni bo'lib yuboraman 22,4 litrga teng 0,3 mol aralashma. Bizdagi aralashma 1,5 mol deb oldikda, 1,5 mol deb oldik. Shu 1,5 mol aralashmadan 2 mol karbonat anhidrid chiqqan bo'lsa, 0,3 molidan qancha deymiz? 0,4 mol karbonat anhidrid ajralib chiqqanligi ma'lum. Endi mana bu natriy gidroksid bilan ta'sirlashgan. Natriy gidroksidimiz 80 gram. Eritmasi 100%. 40% qancha? Deyimizda 32 gram natriy gidroksid borligini topib olamiz. Mana shu natriy gidroksid karbonat anhidrid bilan 2 bosqichda ta'sirlashadi. Birinchi bosqich shu, ikkinchi bosqichi karbonat anhidrid mabodo ortib qolsa, natriy karbonati ma'lum bir miqdori ortib qolgan karbonat anhidrid bilan ta'sirlashib natriy gidrokarbonatga aylanib ketadi. Hozir bu yerda reaksiyani tenglab olamiz. 2 qo'ysak, reaksiya teng. Mana bunda mana bu yerga 2 qo'ysak, reaksiya teng. 80 gramiga
1 mol karbonatanga ketsa 32 grammga qancha karbonatanga ketadi deymiz. 32 ni 1 ko'rsatib 80 ga bo'ladiganligi mol uchun 1 mol bo'ladi. Endi 0,4 mol karbonatangit hosil bo'lganda mana bu yerda 0,4 mol karbonatangit sarflandi. Demak, karbonatangit ortib qolmagan. Mabodo ortib qolgan bo'lganda edi, mana bu hosil bo'lgan natriy karbonatning ma'lum bir miqdori bu yerda ta'sirlashib ketgan bo'ladi. Demak, bizda bir xil tuz hosil bo'lgan, shu tuzning massasini topib qo'yamiz. Bu tuzimiz massasi 106 gram. 0,4 moldan qancha degan proporsiyani, mana 32 dan qancha degan proporsiyani qo'yamiz. 42,4 gram bo'ladi. Shuni unutmang, yana qaytaraman. Bundan kam chiqib qo'yganda, agar 0,3 mol sarflangan bo'lganda, mana 0,4 dan 0,3 ketdi, 0,1 ni bu yerga yozib turib, ma'lum bir miqdor natriy karbonatdan sarflanib ketardi. Bu 42,4 dan sarflanib ketganda ayiraverardik va hosil bo'lgan natriy gidrokarbonatni topardik. Bizda ikki xil tuz bo'lardi. Oshib qolgan natriy karbonat va yangi hosil bo'lgan natriy gidrokarbonat bo'ladi. Hozir bu yerda ajob. Onun bir ammoniy perxlorat qattiq holatda parchalanganda azot gazi, xlor gazi, kislorod gazi va suyuq holatda suv hosil bo'ldi. Gazlar aralashmasining molar massasini aniqlangan. Demak, reaksiya tenglashiga keldi. Azot 2 ta, xlor 2 ta ignoratga olib mana bu yerga 2 qo'ysak, vodorodimiz 8 ta bo'lib ketadi. Mana bu yerga 4 qo'yamiz. Kislorodimiz ham 8 ta. Demak, 8 dan 4 ayirsak, 4 ta bo'lish uchun mana bu yerga 2 qo'yish kerak. Hosil bo'lgan gazlar 3 ta. Mana shu uchala gazni o'rtacha massasini topamiz. O'rtacha massani topish uchun biz umumiy massani umumiy molga bo'lishimiz kerak. Hop, umumiy massa 28 plus mana bu 71 plus bunun 2 moli 64 gram. Umumiy miqdor 1 mol plus 1 mol plus 2 mol. Bu 4 bo'lsa, umumiysi demak 28 bunga qo'shadigan bo'lsak 71 ga qo'shsak 99, 99 ga 64 ga qo'shsak 163 ekan. 164 ga bo'lish kerak. Bu javob B'da turibdi.